Hammaga ni hao. Bo'ldi, o'rningni tinch qo'yganda yur. Bugun sizlar bilan Xitoyga sayohat qilamiz. Oshqozonga yengillik. Aniq yengillik bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Aniq bilaman bunaqa xitoycha yovoyi o'rdek ko'rmagansizlar, yemagansizlar. Choylari ham xitoycha, joylari Seulda. Povur akalarimiz ham to'g'ri Xitoydan uchib kelishgan. O'rdekni terisi alohida tema, go'shti alohida tema. Terisini shakar bilan yeysizlar, go'shtini sous bilan yeysizlar. Narxi ham unaqa qimmat emas, mazalari ham chotki, yaqinlarni yig'ib bitta kelib yeb ko'rish kerak. Hali ham meni ko'rib o'tiribsizmi? Tez videoni erishish kerak bo'lgan o'rtog'inglarga tashlab qo'ying, menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan zo'r obzorlar profilimda. Qaynoqqina o'rdek sho'rvalarni ichib olib, go'shtlariga hujumga o'tdik. Qisqacha yeyish usulini men sizlarga ko'rsatib beraman. Xitoycha xamirni olasizlar, ichiga go'shtlarni solasizlar, ustidan ko'k piyoz, bodringlarni solib mazza qilib yevorasizlar. O'rdekni terisini shakarga botirib yevorib, ketidan achchiqini o'rdeklarni hazm qilib olsanglar ham bo'lar ekan. Oshqozonga premyeralarni qilib olib, xitoycha choylarni ichib olib, Vakatsan Telegram kanalimga joylab, voqea joyini tark etdik.